Men juda ko'p tillarni o'rganmoqchi bo'lganman va oxir-oqibat oz-mozdan juda ko'p tillarni bilmaydigan odam bo'lib qolganman. Ну, там fransuzcha je m'appelle Monsieur deb qolib ketgan, inglizcha cucumber language bo'lib yotibdi, nemischa nemislar mubolag'a qilib kelib qolsa eplab tushuntiraveraman. Nemisman deb aldaveraman, bilmayman xullas. Eng qiyini bab bo'ladi ingliz tili. Ingliz tili nimaga? Zamonlar qiyin edi baribir. Oldingi davomsiz, oldingi davomli, oldingi uyatli zamon ham bo'lsa kerak. Haligi kelasi kelmagan zamon deyavergandan keyin qonunda bor olaman. Mening O'zbekiston vataniman. Men davlat tilimni hech kimga sotmayman. U meni aldashma deganman. Shu, endi ularda aksentlari ham bor, britancha, amerikancha, hindcha, anjancha ham bo'lsa kerak. O'zbekcha ham qayerdadir bormi deysizlarmi? Bor. O'zbekcha, ruscha bor. Rossiyaga yangi kelgan oshingiz bo'ladi, ruschani bilmaydigan yoshi bola. Qizlar bilan tanishmoqchi bo'lib, "Привет, девушка, напиши мне фотку" deydi, u tashi bo'ladi. Sud qilib oldi deb berchi desangiz, "Voda здесь сохранить" deydi, ana shu o'zbekcha ruscha hisoblanadi.